DTMdagi deyarli barcha algebra mavzulari kasrlarni bilishga tayanadi. Agar siz kasrlarni tushunsangiz, protsent, tenglama, logaritmlar ham osonlashadi sizingiz uchun. Hozir bu videoda siz kasrlar mavzusini to'liq noldan boshlab DTM darajasigacha o'rganib chiqasiz. O'zi kasr nima? Tasavvur qiling, sizda bitta pitsa bor. Shu pitsani teng 8 ta bo'lakka bo'lamiz va uning 3 ta bo'lagini boshqa bir kishiga beramiz. Shu qanday yoziladi? Ya'ni bu kasrlar bizga butun narsalarni qismlarga ajratish uchun kerak bo'ladi. Hozir shuni men sizga chizma yordamida tushuntirib beraman. Pitsani chizib olamiz va uni 8 ta bo'lakka bo'lamiz. Va shuni 3 ta bo'lagini ajratib olamiz. Ya'ni jami bo'laklar soni mahrajga yoziladi. Olingan bo'laklar soni esa suratga yoziladi. Eslab qo'lingizlar, jam bo'laklar soni esa olingan bo'laklar soni. Mana bu esa kasr chizig'i deyiladi. Ya'ni kasr chizig'i bu 3 ni bo'lamiz 8 ga degan ma'noni beradi. Ya'ni bo'linmaydigan sonlar uchun ham kasr chizig'i ishlatiladi. Yuqori qismi surat, pastki qismi esa mahraj deyiladi. Ya'ni biz kasrlarni yana boshqa turlarga bo'lamiz. Noto'g'ri kasrlar, butun qismli kasrlarga ajratib olamiz. Noto'g'ri kasrlar. Surati mahrajidan katta bo'lsa, bu noto'g'ri kasr deyiladi. Masalan, 25 taqsim 9. Ya'ni 25 9 dan katta va bu noto'g'ri kasr deyiladi. Buni bizlar butun qismli kasrga aylantiramiz. Ya'ni 25 ni bo'lamiz 9 ga. 25 9 ga bo'lsak 2 tadan beramiz. 18, qoldig'imiz 7 bo'ldi. Endi biz buni 2,7 taqsim 9 ko'rinishda yozamiz. Ya'ni bu bizga butun qismli kasr ko'rinishga keladi. Endi butun qismli kasrni qanday qilib noto'g'ri kasrga aylantirishni ko'rib chiqamiz. U uchun bizga 10,3 taqsim 7 ko'rinishdagi butun qismli kasrni misol qilib olamiz. Ya'ni 7 ni ko'paytiramiz 10 ga, qo'shamiz 3 ni. 7 kere 10 70 qo'shilgan 3 taqsim 7. 73 taqsim 7. Mana bu yana noto'g'ri kasr ko'rinishiga keldi. Endi sizlar bilan biz kasrlarni qisqartirishda ko'rib chiqamiz. Kasrlarni qisqartirish bu surat va mahrajini bir xil songa bo'lib yuborish. Masalan, 2 taqsim 4. 2 bilan 4 har doim bilasizlar 2 ga bo'linadi. 2 ni 2 ga bo'lsak 1, 4 ni 2 ga bo'lsak 2, 1 taqsim 2. Eslab qolasizlar, surat va mahrajni bir xil songa bo'lamiz. Ya'ni suratda ham o'sha songa, mahrajda ham o'sha songa bo'lamiz. Yana bitta misol, 9 taqsim 6 taqsim 9. 3 ga bo'lsak buni har ikkalasi ham 3 ga bo'linadi. 2 tadan, 3 tadan. 2 taqsim 3. Agar kattaroq raqamlar kelsa, masalan 500 taqsim 750. Kichkinaroq raqamlarga ham bo'lsak bo'ladi, lekin kattaroq raqamlarga bo'lsak bizda osonroq chiqadi. Ya'ni kichkina raqamga bo'lganimiz ishimizni ko'paytiradi. Birdan 50 ga bo'laman buni. 50 ga bo'lsam 10 ta, buni 50 ga bo'lsam 15 ta bo'ladi. Ya'ni 10 taqsim 15 ko'rinishda bo'ladi. Yana 5 ga bo'lsam buni 2 ta, 3 ta. 2 taqsim 3. Ya'ni agar men shuni birdaniga 250 ga bo'lganimda 2 taqsim 3 degan javobni olasizlar. Hozir sal kichkinaroq raqamga bo'ldim. Shuning uchun 2 marta ish qildim bu yerda. 2 marta qisqartirishni olib bordim. Demak, biz kasrlarni qisqartirishni o'rganib oldik. Endi kasrlarga ikkita kasr kelsa, qanday qilib umumiy mahraj olamiz, shuni ko'rib chiqamiz. 1 taqsim 2 va 1 taqsim 4 keldi. Bir vaqtning o'zida ham 2 ga, ham 4 ga bo'linadigan son o'ylab topishimiz kerak. Ya'ni bizga bu ekuk yordamga keladi. Ekuk mavzusini oldingi videolardan ko'rib olishingiz mumkin. Demak, bir vaqt o'zida 2 ga ham 4 ga ham bo'linadigan son bu 4 ning o'zi bo'ladi. Ya'ni 4 bo'linadi 4 ga, bittadan beramiz, 4 bo'linadi 2 ga. Ikkitadan beramiz. Agar ketma-ket raqamlar kelib qolsa, ketma-ket 6 va 5 kelib qoldi. Ketma-ket raqamlar kelib qolsa, eslab qo'ying, har doim bir-biriga ko'paytirasiz bunday raqamlarni.
Ya'ni 30. 30 bo'linadi 5 ga, 30 bo'linadi 6 ga. 30 ni bo'lsak 6 ga 5 tadan, 30 ni bo'lsak 5 ga 6 tadan bo'ladi. Endi ekuk deb nimani nazarda tutdim men? Masalan, 1 taqsim 20 bilan 1 taqsim 24 keldi mana. 20 bilan 24 ni umumiy mahrajini top desam, agar buni ekukni bilmasangiz, ekuksiz chiqara olmaysiz. Demak, 20 bilan 24 ni ekukini olamiz. Demak, 20 barobar bo'ladi 2 ni kvadrati 5 ni birinchisi. 24 esa 2 ni uchinchisi ko'paygan 3 ni birinchisi bo'ladi. Biz ekukni olishda eslaringizda bo'lsa, ikkalasida qatnashgan katta darajalari va yo'qlarini ham olasiz. 2 ni uchinchisini olaman, 5 ni birinchisini olaman, 3 ni birinchisini olaman va ko'paytiraman. 2 ni 3-darajasi 2 ni o'ziga o'zi 3 marta ko'paytirasiz degani bu. Demak, 8 bo'ladi. 3 kere 5 esa 15 bo'ladi. 15 8 ni ko'paytirsak 120 bo'ladi. Ya'ni 20 bilan 24 ni ekuki, umumiy mahraji bizaga 120 ko'rinishda keladi. 120 ni bo'lsa 24 ga 5 bo'ladi. 120 ni bo'lsa 20 ga 6 bo'ladi. Biz umumiy mahraj olishda o'rganib oldik. Endi kasrlarni qo'shish va ayirishni ko'rib chiqamiz. Demak, kasrlarni qo'shishga bitta misol mana. 2 taqsim 3 qo'shilgan 4 taqsim 3. Birinchi navbatda mahraji bir xil kasrlarni qo'shamiz. Agar kasrlarning mahraji bir xil bo'lsa, shunchaki suratlarini qo'shib qo'yamiz bo'ldi. Umumiy mahrajning o'zi 3 ta o'zi bo'lib qoladi. Ya'ni 2 plus 4 qo'shsak 6 taqsim 3. 6 ni 3 ga bo'lsak 2 bo'ladi. Endi mahraji har xilidan misollar ko'ramiz. 1 taqsim 5 qo'shilgan 4 taqsim 3. 3 bilan 5 tub son bo'lgani uchun ular bir-biriga ko'payadi. Umumiy mahrajimiz 15 bo'ladi. 15 ni bo'lsak 5 ga 3 bo'ladi. 15 ni bo'lsak 3 ga 5 bo'ladi. 3 ni ko'paytiramiz suratdagi songa 1 ga, 5 ni ko'paytiramiz suratdagi songa va qo'shamiz. 3 qo'shilgan 20 taqsim 15. Ularni qo'shsak 23 taqsim 15 ko'rinishdagi son hosil bo'ladi. Endi ayirishdan misollar ko'ramiz. 2 taqsim 5 ayrilgan 1 taqsim 4 berilgan mana. Umumiy mahraj olsak 4 bilan 5 ga ketma-ket sonlar kelsa eslaringizda bo'lsa ko'paytirasizlar degandim. Ya'ni 4 kere 5 20 bo'ladi. Bunga 4 tadan beramiz. 20 ni 5 ga bo'lsak 4, 20 ni 4 ga bo'lsak esa 5. 4 kere 2 8 bo'ladi. Ayrilgan bizlarda 5 bo'ladi. Ayirsak buni 5 ko'paygan 1 bo'ldi. Demak, ayirsak 3 taqsim 20 ko'rinishdagi son hosil bo'ladi. Ana endi butun qismli kasrlar kelsa nima qilamiz? Shuni ko'rib chiqaylik. Demak, 2 butun 3 taqsim 4 qo'shilgan 4 butun 1 taqsim 2. Mana. Ana shunday ko'rinishdagi kasr keldi. Nima qilamiz? Bularni xohlasak noto'g'ri kasrga aylantirib qo'ysak bo'ladi. Xohlasak shu turish qo'ysak bo'ladi. Ya'ni butun qismlarda alohida, kasr qismlarida alohida. Demak, biz ikkala usulda ham javob chiqaramiz. Demak, birinchi butun qismlarni qo'shib olamiz. Qo'shsak, butun qismlar 2 bilan 4 qo'shsak buni 6. Qo'shilgan 3 taqsim 4 qo'shilgan 1 taqsim 2. Demak, 4 bilan 2 ga umumiy mahraj olsak biz umumiy mahrajimiz 4 bo'ladi. Bunga bittadan, bunga ikkitadan beramiz. 3 plus 2. Demak, buni qo'shsak 6 qo'shilgan 5 taqsim 4 hosil bo'ladi. Endi mana shu ko'rinishda umumiy mahraj beradigan bo'lsak, bunga 4 tadan beramiz. 4 kere 6 24. 24 ga 5 ni qo'shsak 29 taqsim 4 degan javobni olamiz. Endi kelinglar shu misolni o'zini noto'g'ri kasr ko'rinishga o'tkazib, keyin qo'shib ko'ramiz. Demak, 4 ni 2 ko'paytirib shuni qo'shsak, demak 11 taqsim 4 bo'ladi. Qo'shilgan 2 ni 4 ga ko'paytirib 1 ni qo'shsak 8 9 taqsim 2 bo'ladi. Barobar. Umumiy mahrajimiz 4 ta o'zi, bunga bitta, bunga ikkita beramiz. 11 qo'shilgan, buni 2 kere 9imiz 18 bo'ladi. Buni qo'shsak 29 taqsim 4 degan, yana xuddi shu javobni olamiz. Ya'ni ikkita usulda ham bir xil javobni olamiz. Endi kasrlarni ayirishga keldik. Kasrlarni ayirishdan xuddi shunday butun qismli kasrlarni misollardan ishlaymiz. Demak, 5 butun 3 taqsim 4 ayrilgan 2 butun 1 taqsim 3 bo'lsin. Demak, butun qismdan butun qismni, kasr qismni ayiramiz bunday holatda. Bu holatda qo'shgandik, bu holatda ayiramiz. Demak,
5 dan ayiramiz 2 ni 3 bo'ladi. Qo'shilgan deymiz, har doim sizdan chiqmasin, qo'shilgan tursin. 3 taqsim 4 ayrilgan 1 taqsim 3. Demak, ketma-ket sonlar kelsa, har doim umumiy mahrajimiz ko'paytmasi bo'ladi. Eslatib o'tayapman. Demak, 3 qo'shilgan 4 kere 3 12 bo'ladi. Mahrajimiz bunga beramiz 3, bunga beramiz 4. 3 kere 3 9 ayrilgan 4. 3 qo'shilgan, mana shu yerda 9 dan 4 ayirsak 5 bo'ladi, bu yerda 12 qoladi. Demak, javobimiz 12 ni 3 ga ko'paytirib 5 ni qo'shsak, 12 kere 3 36, 5 ni qo'shsak 41 taqsim 12 ko'rinishida bo'ladi. Bu kasrlarni qo'shish va ayirishga doir misollar edi. Endi bo'lsa biz kasrlarni ko'paytirish va bo'lishga doir misollarni ko'rib chiqamiz. Demak, kasrlarni ko'paytirish. Kasrlarni ko'paytirganda eslab qolingiz, har doim suratni suratga, mahrajni mahrajga ko'paytirasiz. Agar qisqarmasa, qisqarsa, qisqartirib o'rasiz. Demak, ikkita misol yozaman. 17 taqsim 34 ko'paygan 4 taqsim 12 mana. E'tibor qiling, 4 bilan 34 ni 2 ga qisqartiraman. 2 ta 17 ta. 2 bilan 12 ni yana qisqartiraman. 1 ta 6 ta. 17 bilan 17 ni qisqartiraman. 1 ta 1 ta. Javobimiz tepada birlar qoldi. 1 ko'paygan 1, pastda esa 1 ko'paygan 6. 1 taqsim 6 ko'rinishiga keldi. Yoki 29 taqsim 12 ko'paygan 4 turibdi mana. 4. 4 ni 29 ga ko'paytirishim kerakman, lekin 12 bilan qisqargani uchun uni qisqartirib o'raman. Bu 29 taqsim 3 bo'lib qoladi. Yoki butun qismli kasrlar kelib qoldi. Unda nima qilamiz? Butun qismli kasrlarni noto'g'ri kasrga aylantirib olamiz. 2 butun 1 taqsim 4 ko'paygan 5 turibdi mana. Demak, 2 ni 4 ni 2 ga ko'paytiramiz. 8, 8 ga 1 ni qo'shsak 9 taqsim 4 bo'ladi, ko'paygan 5. 9 kere 5. Har doim eslab qoling, suratiga ko'payadi. Ko'paytirsak 45 taqsim 4 ko'rinishida bo'ladi. Agar ikkita butun qismli kasr kelib qolsa, unda nima qilamiz? Unda ham har ikkalasini noto'g'ri kasrga aylantirib olamiz. Masalan, 3 butun 1 taqsim 3 ko'paygan 4 butun 2 taqsim 5 turibdi mana. Demak, aylantiramiz. 3 kere 3 9, 1 ni qo'shsak 10 bo'ladi. 10 taqsim 3 ko'paygan. Bunisi 4 kere 5 20, 22 ni qo'shsak 22 taqsim 5 bo'ladi. 5 bilan 10 ni qisqartiraman, bitta 2 ta. Endi 2 ni ko'paytiraman 22 ga 44 taqsim 3 bo'lib qoladi. Javobni 3 ni 1 ko'paytirsak 3 bo'ladi. Demak, ko'paytirish unchalik qiyin emas, ya'ni qo'shish yoki ayirishga qaraganda ko'paytirish osonroq bo'ladi. Endi bo'lishga o'tamiz. Bo'lish. 5 taqsim 6 bo'lingan 5. Ya'ni birinchi navbatda oddiy kasrni oddiy songa bo'lishni ko'rib chiqamiz biz. Birinchisini har doim o'zini yozasizlar, ikkinchisini teskarisini yozasizlar. Teskarisi deganda nima? Har doim tasavvur qilingizlar, mana 5 tagida 1 bor degani. Ko'paytiruvga o'zgaradi bo'lishimiz. Shu 1 tepaga chiqadi, 5 esa pastga tushadi, ya'ni mahraj suratga, surat mahrajga chiqadi. Qisqartirib olsak 5 larni 1 bo'ladi-da, 1 taqsim 6 ko'rinishiga keladi. Endi ikkita kasr kelib qolsa-chi? Ikkita kasr. 2 taqsim 3 bo'lingan 5 taqsim 4 ko'rinishidagi misol kelib qoladi. 2 taqsim 3 ko'paygan bo'ladi, ya'ni mahraj suratga, surat mahrajga chiqaramiz. Mana. Bu yerda qisqaradigan son yo'q, shuning uchun suratni suratga, mahrajni mahrajga ko'paytiramiz. 2 kere 4 8 bo'ladi, 3 kere 5 15 bo'ladi. Bu kasrlarni bo'lish. Endi butun qismli kasrlar kelib qolsa nima qilamiz? Butun qismli kasrlar kelib qolsa, buni ham albatta noto'g'ri kasrga aylantirib olishimiz kerak, bo'lmasa ko'paytirish yoki bo'lish amalini bajarib bo'lmaydi. Ya'ni 2 butun 4 taqsim 7 bo'lingan 3 butun 5 taqsim 4 turibdi mana. Demak, buni aylantirsak 7 kere 2 14, 14 ga 4 qo'shsak 18 taqsim 7 bo'lingan 3 kere 4 12, 12 ga 5 qo'shsak 17 taqsim 4 ko'rinishida bo'ladi. Endi buni ko'paytirib ko'rinishga o'tkazamiz. 18 taqsim 7 ko'paygan 4 taqsim
17 bo'ladi. Ko'paytirsak 18 kere 4 72, 7 kere 17. Demak, 3tasi 51, 4tasi 68 qo'shsak necha bo'ladi? 68 ga 51 qo'shsak 119. Demak, biz endi mana ko'paytirish bo'lishlarini o'rganib oldik. Endi kasrlarni taqqoslash tushunchasini o'rganib chiqamiz. Kasrlarni taqqoslash. 1 taqsim 10 kattami, 1 taqsim 11 kattami degan savol tug'iladi. Bu yerda har doim e'tibor qilasizlar mahrajiga. Mahraji kattasi kichik bo'ladi. Agar suratlari bir xil bo'lsa, ya'ni mahraji kichigi katta bo'ladi. Agar shu 7 taqsim 8 va 9 taqsim 16 ko'rinishdagi sonlar kelib qolsa, biz mahrajni bir xil qilishga harakat qilamiz bunday sonlarni. Ya'ni mana bu mahraji va suratiga birinchi kasrimizni 2 ko'paytirib olamiz. Ya'ni 8 ni 16 ga aylantirishga harakat qilamiz. 14 taqsim 16, bu esa 9 taqsim 16 ko'rinishda bo'ladi. Endi esa mahrajlari bir xil bo'ldi. Mahraj bir xil bo'lgandan keyin suratiga e'tibor qilamiz. Surati kattasi katta bo'ladi bunday misollarda. Endi siz bu videoda kasrlarni to'liq tushunib oldingiz. Agar foydali bo'lgan bo'lsa videomiz, like bosib keting. Izohlarda tushunmagan misolingizni yozib qoldiring. Agar tushunmagan mavzungiz bo'lsa, izohlarda qoldiring. Biz keyingi videomizni shu mavzu asosida olamiz.